Axborot muzeyi axborot erkinligiga ehtirom bildirdi. Amerika poytaxti Washingtondagi axborot muzeyi Amerikadagi so'z erkinligi va axborot erkinligiga kafolat berib kelayotgan Amerika asos qonunining 1-moddasiga bag'ishlangan bir obida. Bu 2008-yil ochilgan muzeyning ko'lami 23226 kvadrat metr bo'lib, Amerika parlament binosiga yaqin yerga joylashgan. Axborot muzeyi ko'rgazmalar qurilishi bo'limining mudiri Kasi xonim axborot erkinligining demokratiyadagi muhim o'rnini tushuntirib mundoq deydi. Bizning umidimiz muzeyimiz ziyoratchilarga erkin matbuotning jonliq bir demokratik jamiyat uchun nihoyat muhimligini yetkazish. Faqat Amerikadagi asos qonunining 1-moddasida bu huquqlarga kepillik berilgan jamiyatga emas, balki butun dunyodagi jurnalistlar har kundagidek axborot erkinligi uchun har xil tahdid va to'solg'ular bilan kurash qiladigan joylardagi kishilar bu maqsadimizni yetkazish. Muzeyning 3-qavatida butun dunyodagi davlatlarning axborot erkinligiga hurmat qilish ahvoli ko'rsatilgan bir xarita bor bo'lib, xaritadagi yeshil rangda ko'rsatilgan davlatlar axborot erkinligi bor davlatlar. Sariq rangda ko'rsatilgan davlatlar axborot erkinligi qisman cheklangan davlatlar. Qizil rangda ko'rsatilgan davlatlar bo'lsa, axborot erkinligi mutlaq cheklangan davlatlardir. Albatta Xitoy davlati qizil rangdagi davlatlar qatoridan o'rin olgan bo'lib, fuqarolarning bo'libmi Uyg'ur va Tibet qatorliq oz sonli millatlarning axborot erkinligiga qattiq cheklangan. Mudir Kasi xonim axborot erkinligining dunyo miqyosida cheklamaga uchrash ahvolining og'irlashayotganligini ta'kidlab mundoq deydi. Erkinlik uyi bizga dunyodagi mutlaq ko'pchilik xalqlarning shu axborot erkinligi qisman cheklangan va axborot erkinligi yo'q davlatlarda yashaydiganligidan iborat reallikka qaramay, axborot erkinligining dunyo miqyosida cheklamaga uchrash ahvolining og'irlashayotganligini ta'kidlaydi. Shuning uchunmi yuqorida ta'kidlangan paket bizning dunyodagi davlatlarning axborot erkinligiga hurmat qilish ahvoli ko'rsatilgan bu xaritamizning kuchini namoyon qiladi deb qaraymiz. Kasi xonim yuqorida deb o'tgandek, dunyo miqyosida har kundagidek uchrab turgan xavf-xatarlar sababidan hayotidan ayrilgan jurnalistlarning soni oz emas. Ya'ni shu axborot erkinligi uchun hayotini bag'ishlagan jurnalistlarni xotirlash yuzasidan axborot muzeyida maxsus bir xotira temi ta'sis qilingan bo'lib, bu tamg'a shu qahramonlarning suratlari tushirilgan. Axborot muzeyida ko'rgazma qilingan tarixiy voqealardan biri sobiq Sharqiy Germaniya poytaxti Berlinni uzun yillar ikkiga bo'lib turgan Berlin temining o'rilishi bo'lib, bu voqea o'z vaqtida sobiq Sovet ittifoqi boshliq Sharqiy Yevropadagi kommunistik sistemaning yemirilishida, shundaqla Sharqiy Germaniyadagi kommunist hokimiyatning yemirilib, ikki Germaniyaning birlashishida tarixiy rol o'ynagan zo'r voqea. Yana bir tarixiy voqea Amerikada qulluq tuzumini ag'dirishda boshlamchilik rol o'ynagan Amerika Cumhuriyetchilar partiyasini yetaklab, ichki urushda g'alaba qilib, Cumhuriyet partiyasidan chiqqan tunji prezident, shundaqla Amerikaning 16-navbatlik prezidenti bo'lgan Abraham Lincolnning hayoti, bo'libmi uning qaslab o'ldirilish tarixi axborot muzeyida tafsiliy tunishtirilgan. Abraham Lincoln 1809-yil 12-fevralda dunyoga kelgan bo'lib, 1865-yil 15-aprelda qaslab o'ldirilgan. U 1861-yil mart oyidan 1865-yil aprelda qaslab o'ldirilganga qadar vazifa o'tagan bo'lib, u vazifa o'tash jarayonida Amerikaning ichki kirishisi bo'lgan ichki urushda jangovarlik bilan urushga yetakchilik qilib, qarshilik ko'rsatkichi kuchlar ustidan g'alaba qozonib, Amerikaning birligini saqlab qolgan, shundaqla Amerikaning qulluq tuzumiga xotim bergan. Abraham Lincolnning qulluq tuzumini yo'q qilish irodasi nurg'un qarshiliklarga uchragan bo'lsa-mu, u o'zining qarshilik ko'rsatkichi kuchlar ustidan urushda g'alaba qilish orqali tiklagan nufuziga tayinib va harmay talmay har qaysi joylarni kezib nutuq so'zlash orqali Amerikadagi ko'p sonli xalq va siyosiy yo'llarni qoyil qilib, qulluq tuzumini ag'dirib tashlagan. Shundaqdimi Abraham Lincolnning qulluq tuzumini ag'dirib tashlaganligi va Amerikaning janubidagi ittifoqqa qarshi kuchlarni urushda taslim qilganligi bir qism jahil kuchlarning har xil qarshilik va noroziliklariga uchragan. Ayni chog'dagi qarshilik ko'rsatkichi kuchlarning general Robert Lee Lincoln hukumatiga taslim bo'lib, 6-kuni prezident Lincoln qasdga uchraydi va davolash unum bermay 1865-yil 15-aprelda vafot bo'ladi. Muzeyda prezident Lincolnni o'ldirgan qotilni tutish jarayoni, hukumatning qotilni tutishini e'lon qilgan mukofot sommasi qatorliq fikrlar to'g'riliq tafsiliy ma'lumotlar berilgan. Amerika tarixchilari prezident Lincolnning Amerikaning bugünkidek bir qudratlik va demokratik davlat bo'lib chiqishi uchun qo'shgan to'hfasiga uni Amerika tarixidagi eng ulug' prezident deb baho berib kelmoqda. 2009-yil 20-yanvar kuni Amerika poytaxti Washingtondagi davlat majlisi binosidan Lincoln sarig'ichi bo'lgan 3 kilometr oraliqdagi davlatlik bog'chaga to'plangan 2 millionga yaqin kishi Barack Hussein Obamaning Amerika Qo'shma Shtatlarining 44-navbatlik prezidentlik vazifasini topshirilish marosimiga ishtirok qilgan edi. Axborot muzeyida mana shu Amerika tarixidagi unutilmas tarixiy dog'dug'imi ko'rgazma qilingan. Shu marosimda qatnashgan nurg'un kishilar bo'libmi qora tanliklar ayni vaqtda qora tanlik bir kishining Amerikada prezident bo'la olishining reallikqa aylanishini,
Bu bir avlod kishilarga nisb bo'ladi deb o'ylamagan edik. Bu Amerikada hamma ishqa mumkinchilikning borligini ko'rsatdi. Xushalligimizni qanday ifodalashimizni bilolmayotimiz deyishgan edi. Axborot muzeyida ko'rgazma qilingan boshqa mazmunlarda yana Amerikaning olam bo'shligi tadqiqotlari 2001-yili yuz bergan 11-sentabr kunidagi fojialik tragediyaning xotirasi, shuningdek Amerikadagi gezish jurnal xabarchiligi, adabiyot va muzika sohasida zo'r natija yaratganlarga berilgan mukofot, Pulitzer mukofotiga erishganlarning xotira suratlari qatorliqlarmi bor. Axborot muzeyida yana sayohatchilarga muxbirchilik rolini elib, muxbir bo'lib beqish fursatlari uchun ayrim sahnalar tayyorlangan bo'lib, bu alohida sahna jurnalistlik qoida-nizom bo'limiga joylashgan. Bu 7 qavatli binodan tarkib topgan axborot muzeyi 500 yillik matbuot tarixini mujassamlagan bo'lib, muzeyning har turli ko'rgazmalari cheklimlarga uchirmagan xabar va axborotchilikning bir demokratik jamiyat uchun naqadar muhim ekanligini namoyon qiladi. Yuqoridagilardan ko'ra olamizki, axborot muzeyi bir ziyorat qilish tegishli ahamiyatli o'rin. Bo'libmi bu muzey Uyg'urlardek Xitoyning zulmi ostida axborot erkinligi bo'lmagan jamiyatda yashab, uning dardini tortib ko'rgan har bir insonning ziyorat qilishiga arziydi.